Assalamu alaykum hörmətli teletomoshabinlar. Qadam studiyasida Miras Uyg'urcha urf-odat rasm qoidalarini ko'rsatish programmasi. Xush kelibsizlar. Bugungi bizning programmamiz xalqimizga keng darajada tonilgan taomlarimizning biri. Xalqimiz bilsinmi, yana shuni necha turini bugun ep kelgan suhbatdishimiz mehmonimiz bizning studiyada mehmonda samsa. Albatta biz bugun samsa haqida sizlarni yana bir tanishtirib o'tmoqchimiz. Qanday bo'lsa bugungi mehmonimiz Kerim va Aliyam Maqsim qizi bizning mehmonimiz. Xush kelibsiz. Aliyam, o'zingizni ekran oldidagi teletomoshabinlar tanishtirib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Men Aliyam Kerimova Maqsim qizi. Dixon oilasida dunyoga kelgan. Apam bilan dadam muş iş bilan shug'ullanadi. Başqa balalarni o'qitdi, bizni o'qitdi, tarbiya berdi. Texnolog men o'zim professiyam bo'yicha shundaq do'stima apamning izidan qolmay, apamning keyindan egishib, mana shu taomlarga qiziqib, pishirishlarga qiziqib, shu kemgacha armanimga yetdim. Sababi men ya uy asam, tono salsaq, sams chiqarsak degan armandida. Hozir bizning Xudoga shukr, Navoiy xonim o'zimizning, Sams xonim o'zimizning, hammasini o'zimizning qo'lda chiqaramiz. Mana bugungi kelgan samslarma shu o'zimning qo'lda chiqqan. Tonog'im yaqqan ba, duxovkam yaqqan ba, nechtir. Hammasini ko'rsatishga mumkin emas. Sababi samsimizning xili necha xil samslar bor. O samslarni ko'rsatish uchun bu 35 minut vaqt oz keldi bizga. Sababi shuning uchun bugungi samsimiz mana kuchimning yetkicha, vaqtimning yetkicha bugun mana sizlarning oldingizga ib keldim. Rahmat. Aliyam, samsi bilan shug'ullanayotganingiz necha yil bo'ldi va qancha ishingizni boshladingiz? Samsi bilan shug'ullanayotganimga qanchalik desam bo'larkin. Necha yil bo'lib qoldi. Endi samsi bilan men shu o'qishda o'qiyotgandim, student paytimda chiqaratdim. Keyingi shu talalik bo'lib turmush chiqqandan keyin keti samsi pishirib, atgalik o'tkazib yetdim, ishimga ketdim. Ashtaq ishlarim bordi. Şu armanımda men Navoiy xonni ko'rib, sams chiqarish. Qayerda bo'lsa birdan o'rganaymiz. Boshqa bir millatning samslari bo'lsa ko'rsa, ashuni qanday qildi ekan deb o'rganish bir qiziqish batdi meningda. Xudoyim buyursa armanimga yetdim. Hozir hammasi o'zimizniki. Endi apam qancha tillab meni qozonbishdan ishlagan bo'lsa-ma, men chaplashib o'rgangandim ashuni. Axir mana apamning izini besib mana shu kunga yetdik. Ana Xudoyim buyursa. Endi mening uyimda mendan keyin balam, mening ikkinchi o'g'lim oshxona qiziqdi ashtaq. Pishirishni, shu tomoqlarni ichishni qiziqib, bizning nimamiz shu deb o'ylayman. Kasbimiz shu deb o'ylayman. Endi Allohning bergan kasbi, Xudoyim buyursa ashlarni ishimizni epkib, xalqning alqishiga elib, xalqning tomoqini tatliq berib oldiga shu samslarimizni, shu taomlarimizni yegizib, men Xudoyim ashlarning dugasini elib mushkunga yetdik deb o'ylayman. Agar qilgan tomog'ingizni xalq yemsa, xalqning alqishi bo'lmasa, duga bermasa, u siz uning uchun biz xushal bo'lmaymiz-da, xursand bo'lmaymiz. Shuning uchun biz hozir mana ko'kirib kelayotganimiz elning duosi deb o'ylayman. Yomg'ir bilan yer ko'kra, duo bilan er ko'kra deb xalqimiz bekor aytmagan deysiz-ku. Shu ashta. Ali xanım, siz samsining necha turini bilsiz ve hozir oshxonamiz bor deysiz. Shu oshxonangizda qancha turini xalqning dasturxoniga yetkazsiz? Endi kunda biz bir xil samsini chiqarib olmaymiz. Sababi bugunkisini aytsa boshqasi qilsak deb o'ylaymiz. Bugun mana 3 turli sams chiqarsak, uning yana shashlik samsimiz bor. Xalqlar mangalda kebab samsimiz, xalqlar mangalda pishirsa, biz xemirni cheksib to'noq solamiz. Qo'g'i samsimiz bor, to'xoning putidan samsimiz bor, ko'k samsimiz bor. Beri chiqqanda bedi bilan qilamiz. Açıq çüçük samsımız var. Tonodım neçə xil sams çıxdı. Nim ülgürəmigimizni duxovkada pişirimiz. Gazның duxovkası, eləydən duxovkalar var, şunlarda pişirimiz. Yağ samsımız var, sambusumuz var, kiçik sambus, yoğan sambus, qetiq bilan yeydigan sambuslar. Samsının nurgun türü. Onu etib tükdəməysiz. Əlbəttə, Uyğur xalq alohida bir dasturxonlik berkatli xalq bo'lgani uchun bizning taomlarimizning soni cheksiz. Endi shu samsining har samsining xemirining zug'urishi har xil bo'ldi. Shu bir 3-4 samsining xemirining zug'urishining farqini aytib bersangiz.
Burunғы заманда аты бауырымыз шаруакерлік өткіп бағанда бір біздің өзіміздің ұйғыр самсы деп қойды, ол пәрмуды самса. Оны тұз білен су біләл жұғырыйды, қатты қып жұғырып, неп біз ейіп, тоноғы чаплапыла, тонодың шыққандыла, қайнақ соғы төт бөліп сепіл шорпы самсы қып бейді. Аштақ самсымыз ба, тазыр қоңтылып кетті, бірақ ол самсы ба, шыққа елет шықады. Оны декен қатылым самсымыз ба, яғы самсымыз ба, кішкенен көптіріп қылдыған самсымыз ба, қитық білән жоғырыйдыған самсыларымыз, самбусла ба, самбусланы ма, сүтлі білән жоғырып майық пішасақ мы болады, тоноғысы яқсақ мы болады, самсының нұрғын тұры. Әнді бір үштетінде батсыз, бірсіз майсыз құйып жоғырыйдыған непіз самсымыз, шорпы самсымыз дейміз. Әнді мұны чоқ пәрмуды самсы дегеніміз, о төт тал қыптың қылды, төт тал қимы білән қылды, төт тал бірсі пәләк дейміз ғой, пәләк білән майның ішмей білән қошып, бірсі де açıq чүчек, бірсі де қойның көше, бірсі де қау білән қып, төт түгіп, біртләштіріп, тоноқ яқсыңыз, төт әдемге бөлпіл беріп, егіні болуды. Әр түрлік самсылар. О тонодан шыққанды екен, самсыныке немесіне, қыл-қылыны өзіңіз көріп бақасыз. Бір күн Құдайым бірсі біз өзіміздің Навайхан ашқалары, самсқалар әмісіміз ба, Құдайым бірсі келін ала. Әшәді көрсіз, әм көсіттіп бере әлеймен, ән бердіңдақ мүмкіншілік жоқ. Шындақ досымы өзіміздің қанчелік үлгір әлдік, шыны епке алдық бен сізге, көстішке, Құдайым берсі, шыны көрішке. Рахмет, рахмет. Әнді мұшы самсыланың хемірлері қайсы қандақ болды? Шыны болсым етпәсіңіз? Хемірлерін даватман ғой, су білән, пәкәт су білән Су әнді тоноғы яққан самсының хемір қандақ, майғы саған самсының хемір қандақ, майғы саған духовкада дейміз, газлады дейміз, шыла қандақ. Шыланың пәрқылы Пәрқи немеде? Мәселен, әсқи тоно самсы даватман ғой, ұйғырланы ки, су білән, пәкәт тұз білән жүгірейдіған самсы ба, оның пәрқи яман қаттық жүгірейді, әм непіз яйды. Оны әші түгіплі чаплаш керек, оны туғызмаш керек. Ян бір самсымыз, май білән жүгірейсіз, оныңдың башқа, яны бір ейемні непіз қып, қатылымы қылып, оның төпсіден ян түгіп маңысыз. Ішкі хемір маңытты, бірсі қатылыма, бірсі май білән жүғаған. Шағда бір хемірні ейвелеп, үстіні майлап, әнді ян бір хемір саламсыз? Бір хемірні нем қывалсыз, қатылымы қывалсыз, қатылымыны 10 граммдан үз қойып, ян бір нем хеміріңізні 80 граммдан үзсіз, оныңға май білән, сүт біләл жүғырып, ішкісіні тәң яйсыз. Размерін оқшашқы бір-бірсеге чаплаштырып, немқанда төпсі қатылым чықыды, ішче майлы қомайданчы. Қатылымыз, яман қатылым болып кетсе, тонода шыққандыке емектес. Әдемнің немсіге зиян болды, ашқан немсіге. Шын үшін, андақ тұсыл білән қысыңыз, теші қатылыма, ішче ади хемір болды. Онда хемірлан ба, яна көптіріп қысыңыз мы болды. Болдырып, болдырып, бірақ болдырмайсыз. Салысыз дрожне, көпкіше онаны тоноғы севетсіз. Шымда қоғы самсыға, оныңға май керек емес, хемірні ади жүгірейсіз, кішкінен сүт білән жүгірейсіз, оныңа әші қоғыларын бүттін сепіла, лаза немлерін сепіла, төпсік тоноғы жапыла. Ондақ самсылан болады. Мұңғыл сұлы ба, әнді шыныке әмісіне дәп кетішке вақыт аз болады, өзіңла вақытын аз бәді аламаңа. Шыны үшін, қандақ десем болдықтан? Тоғыра, түшенді. Жұқырда самсыланың жұғырышы ve qandaq yıqış haqida biz etib ötdük. Növətni Aliyam xanım sizlərə düşəndіріп berdi. Qani mərhəmət Aliyam. Endi mana bayada yuqorida aytgandek har birisini xemirini alohida tushuntirib o'tib ketdik. Buniki etib tugutish mumkin emas dedim sizga. Endi mana mashada barini tushuntirib beray. Buni tono samsisi. Buni qo'yning go'shti bilan, buni kalning go'shti bilan farqlansin deb tugilishi har xil. Xemirning nimasiga bu yerga sut bilan may, tuxum quyildi. Qattiq yug'urildi. Uzoqcha ilindi. Andan keyin yeyib, tugibla tonoq qizg'anki tonoq chaplab, tonoqni 25 minut dimlab pishiramiz buni. Buni o'zimizniki qatlam samsi. Buni qatlam samsiniki немесіде әр қыл нәрсе шығаған болды. Мана мұшу қатылым самсының ішетке мұны қойның көші, мұны қимының лазла білән ачы самсы дейміз, аштақ мұның түгіліші. Мұныңда өзіміздің палектеп чөпіміз ба. Әмі тамақ ішләтсі болды, әм самсы шығасын болды, жұта қысыңызын болды бұныңда. Бұның қордақла қорсыңыз, найт интайлық пайдылық чөп, бұны палек самсы дейміз. Мұны өзіміздің самбусы. Bu sambusta bunu özümüzün alqı destxala qoyub toylağı taqtırğan sambusumuz, amma onu uşaq sambusu. Bunu bizni qitiq bilan qızıq vaqtida chiqiribla qitiq millab yesi nihoyatda yaxshi. Singishliqda eg'ir kelmaydi oshqozonga. Endi bu yerda yana nurg'un sambusalar yo'q. Endi buni shu ilgarinimcha cho'k samsini qilib keldim. Bu cho'kchi samsida aslida bu 3 turli xim bilan mansim bo'ldi. Hozir mayda bir xil go'sht, qo'yning go'shti bo'lish kerak.
Xatalaşmısam, endi mana şunu tonoda pişirip çıkardık. Tonoda. Adi özümüzün çıkarıp atkan tamak yeydiğen çokumuzga mıштaq tüküpla çaplaydı. Muş tonoda pişip çıkıyordu mıштaq. Şu çağda bunu muşundaq çoku bilenla çaplaysız et tonoga. Çoku bilen çaplayımız. Çoku bilen çaplayımız, çoku bilen çıkarımız. Bölüp yesin buldu. Bir adam yinası bir tal çokunu bölüp yesiniz mi? Nemelik? Ingaylık. Bütün özünüz yesiniz mi buludu? Doğru. Rəhmət, qıynana qısa işdinla, içilsin biz bilan birgə bolanglar. Hazırqı xalqların anlayışı boyunca bəzilər tuxum qoşub jığırımız, yoki bo'lmasa gazlanğan suladımı jığası boludu degan gaplar bor. Bəziləri xəmirini amdan yeyib alğandan keyin üstüge mayını sürgəpla itidigan xanım qızlarımızın bagi. Şular to'g'rimi? Endi her bir ustanın özünün bir sekreti var deyimizde. Her kim özü, her türlü hazır mana vaqtda taraqqiyatimiz ko'p shug'ullanayotganishqa buni qilib ko'rsak, buni qilib ko'rsak deb o'zlari birlarini o'ylab chiqargisi keladi, rostmi deymi? Burungi zamonda bo'lsa suvdan boshqa hech nima yo'qdi. Bo'g'larimizdan qolgan suv, tuz, süt. Tuxum batdi vaqtlarda, tuxum qo'shishni biz tuxumlarni tepsiga surkashni muhimmatda sutli chachatdi, esingizda bo'lsa. Hazırki paytda hammaning taraqqiyot etgandan kundan kunga chiroyli chiqargisi, kundan kunga yangi narsalarni chiqargisi keldi xalqlarniki. Har bir usta o'zining nimasini ko'rsatgisi keldi. Shuning uchun men o'ylaymanki, har bir usta o'zining bir nimasiga loyiqlashtirib, o'zining nimasiga shu moslashtirib chiqirdi deb o'ylayman. Ammo men lekin unda gazlangan suvda yan birdim suda kömeptime, adi özümüzün suyu bilen, endi tuxumni nima uchun qo'shib desiniz, onun tarkibiga qarab, onun gayburoqlar nachar chiqib qoldi. Gayburoqlarda onni endi men bu o'zim apamdan o'rganganim, onni qo'lim bilan tutib nim qilmanda, sezime. Onun suyunu xalamamdı, şu arqılıq mən biləməm onun qandaq nim kerak ekanligini. Şu arqılıqda qo'shishim mumkin tuxumlarni. Ammo ko'p qo'llanmayman, bu sababli tuxum qatirib ketadi, xamirni yaman. Yumshoqni o'qimaydi. Burun biznikilar deydi, apamlar abjashmay qilamiz, abjashmay. Hamma narsani abjashmay bilan qilib nim ishlatadi. Shunaq yaxshi chiqadi. Hozir mana margarin deydi, sivishni, unda suv ko'p. Shuning uchun xamiringiz gayburlangan qatlamlari bo'shab, xamirga o'xshab qolganligi shu. Shuning uchun abjashmay bilan qilsa, qancha nimara qilsa, shuncha chiroyli chiqadi samsi. Mencha bo'lsa, mening qo'llanishim shu. Rahmet. Hazır siz aytyapsınız, men onni qo'lim bilan tutib bilmayman deyapsiz. Shu qo'lingiz bilan tutib bilganda onni quruq bo'lishi kerakmi, nam bo'lishi kerakmi, qanday darajada bo'lishi kerak uni? Onni masalan qo'lingiz olganda, gaybir ularni qo'lingizda qilsangiz jirak bo'ldi. Gaybir ularınız shunday siliq bo'ldi. Yumshoq. Yumshoq olmaydi, siliq bo'ldi. Qo'lingizda tutmaydi. Qo'lingizni maylab olganda qo'lingizni gaybir ununda qilsangiz tugurildi, tutamlıq boludu. Şu vaxt qarasam onun suv jiqqaraq kerak. Ammo uni qurg'oq qo'lingizga kepakdak nim tuyulsa, ham uni jirildi deysiz. U vaqt tuxum qo'shsangiz bo'ladi. Shundaq men endi bilmayman nima ish kelgan qo'lim, men texnolog bo'lib ketdim o. Aytar uni qo'lim bilan tutib bilaman bu. Samsini qandaq suvda jug'irgan to'g'ri? Sovuq suvda jug'irgan to'g'ri. Aslida sovuq suvda jug'irgan sababi mayni jiq o'ziga olmaydi. Mayni sindamay chapsan qizatib berdi. Burun nimlarimiz mi, aplarımız mı, burunki zamanda soğuk su bilen, muzdek su bilen juğasan suyuğuşun tatlık çıkıdı deydi, tirikçi. Şunun uçaşlar, ama qanchalik muzdek su juğasanız, şunchalik mayni özüge almaydı. Hazım kılışı yaxşı oldu aşqazanға. Xalqımızda şundaq bir maqal var, bilek qandırıp juğasan, jürek qandırıp içerse deb. Şu jürek qandığıdak, samsıqının xemirmi şundaq boluş gerek deysiz. Endi hazır siz çok samsı pişirdim deb aytdingiz. Şu çok samsı qandaq samsa onu men şahsen özüm dastlab ketdim anlavatman. Çok samsı deganimiz burun analarımız tonu bir şey tutaganda balları uşaq düşek nimleri neverler жүгіріп kekişe жүргенде buğularımız aşımlaq yağış talını epla onun aşı xemirin üçkü bölgene mon üç samsı qıpray depla aşınadan çıqqan çok samsı. Hazır mana o nim bo'lib ketdi çok samsı bilmeyman mişki almadınız biroq nurg'oyalar chiqramdikdan çok samsını men aşı axırqı etim guljuq bag'andı guljuqni ko'ribdim. Bu tek jutmapti da dadamning deyishi bu dadam o'sha depretdi bizga deb shu nimlar esimga kelib shu men o'zimning shaxsiy o'sha oshxonamda samsxonamda çok samsini chiqiraman. Yaxshi. Uchga bo'lib uch odam yeydi. So'ndirib o'tolmaysiz. Uch kunda qilsangiz ajraydi u. Uchga ajraydi, uchda yapiladi. O'ngay. Yaxshi. Yaxshi amal tepibsiz. Samsının ko'proq qaysi turini sizda so'raydi?
Hemsini so'raydi. Shashlik samsini so'raydi, qo'g'is samsini so'raydi. Nimada o'sha hozir nima qilgan duglak samsi bilan qo'yning samsi o'ta yaxshi o'tadi. Uni gaznikini yaxshi nima qilmaydi, только to'ylarga, nimalarga, jo'zlarga, raslag'anga, bir yer choy ichkizib kirdiganga bo'lmasa, ammo uni nima endi bizning so'rash nima qilamiz, shu tonus samsi. Tonus samsini yaxshi so'raydi. Undaqda shu tonus samsiga to'liqroq to'xtalsak, shu tonus samsi to'g'riq aytib berim. Tonus samsi shu tonuning lay tonudi yaxshi chiqadi. Lay tonu yaxshi bo'lsa, samsingiz o'xshaydi. Shuni uningga haddavatmanga har turli jug'ursiz. May quyib jug'asangiz bo'ldi, sut quyib jug'asangiz bo'ldi, qatlim qilsangiz bo'ladi. Lekin suv bilan tuz bilan jug'asangiz sho'rp samsi chiqadi. Hamsi tonuga kiradi. Mushtumlar samslarning hamsini tonuga yaqini bo'ladi. Qatlim samslarniki. Ularning jug'urish usullari har xil. Masalan, buni hozir biz chiqarayotgan samsniki yarmisini mayga ugulaysiz, yarmisini suvda jug'uraysiz. Ikkisini bir-birisiga tashlab turib, keyin birlashtirasiz. Shundan keyin uni apirib qo'qib tingandan keyin zugul tutasiz. Zugul tutgandan keyin tugib, keyin tonuq qizgandan keyin tonuq chaplaymiz. Men tonu samsini aslida o'zim yoqaman. Tonuning qizish jarayonidagi temperaturasi qancha bo'lishi kerak? Tonuni aqarg'ich qizitish kerak. Tonu aqargandan keyin unda nemangiz bor? Burunqlar ko'say tutadi-ku. Bo'lsa bir to'mirni qilsangiz, appoq nim palaska chiqsa, tonu qizdi deb o'ylaysiz. Ammo ko'zim bilan o'ginib ketgachga tonuning qizigan qizmig'ini biroz bilma. Ko'zimiz jarima. Anaqni o'chirib uni rosa tavlandirsiz. Ming tonuringiz qizib ketsa, tavlandirish kerak. Suvni chachsiz, yaxshilab chachib, anadan keyin bu samsingizni yoqsiz. To'shiklarni yepitib dumlab qo'ysiz. 20 minut dumlangandan keyin echib, keyin yoniga nimani o'tni yoqsiz. Pes qilib qo'ysiz, o'zining nimsida pishadi. 25 minut ichida samsi pishib chiqadi tonudan. Yaxshi. Mush fursatni foydalanib, o'zingizniki yana qo'shimcha qilib aytilgan mush taomlaringiz to'g'risida marhamat. Qanday taomlar desam bo'ldi-da? Bizning taomlarimiz samsalaringiz to'g'riligida aytib samsidan boshqa endi mushnu nimalardan ko'rlarimiz bor. Sizni endi samsidan boshqa siz bir oshxonaning egisi bo'lgandiki, shu oshxonangizni qo'shib aytib o'tib ketaylik. Shu oshxonangizni yana qanday taomlarni xalqimizga dasturxonga yetkazayapsiz? Endi bizniki hozir buni oshxonamizda chiqayotgan taomlar milliy Uyg'urning taomlari. Bizda u yerda Yevropaning tamoqlari yo'q, faqat o'zimizning Uyg'urning tamoqlari. Laminimiz bor, mangpirimiz bor, suyuq tamoqlardan o'mashmi bor, sho'rpimi bor, mantining necha xilni qilamiz. Endi langmanga kelib to'xtalsak, o langmanning bizning hozir mushu tapda oshxonamizda 17 turli langman bor. Langmangu endi soni ko'p. O'zimizning chiqargan langmanlarimiz 17 xil. 17 xil langmanlarniki hammasini chiqaramiz, ham sizga nima xaridorlarimiz ko'p. Bizning shu oshpazimiz intayin yaxshi usta odam, G'uljidan chiqqan, G'uljida o'rganib chiqqan. Samsida endi samsixonaga o'zim o'tkazmayman hech kimni, o'zimni boshqa deb ishonmayman. Endi endi atoqli samsichi emas, shundaq do'stim endi qo'limdan kelgancha samsimizni endi maqtab yeyotdi. Aliya xanım, bugungi suhbatingizga cho'ndan-cho'ng rahmat. Shunday yaxshi tushunchalarni berdingiz. İşleringizga muvaffaqiyatlar tilayman. Shu xalqimiz uchun qilinayotgan barliq tuz ta'mlaringizga Alloh berekatni bersin. Amin. Xudoyim bo'lsa, sizning oshxonangizda uchrashguncha omon bo'laylik. Marhamat kelinglar, Xudoyim. Sizlarga rahmat. Mashtaq bir o'zimizning Uyg'ur urf-odatini tanishtirib, mashtaq qadam studiyasining oshxonalarini anglabman. Xudoyim ishinglarga Alloh Xudoyim kuch-quvvat bersin. Texnik mashtaq bizni tanishtirib, mashtaq biz o'xshash necha insonlarimiz bor, mashtaq o'zining hunarini ko'rsatmay yurgan, hunarlarni ko'rsatib butun yer yuziga taralsın deb o'ylayman. Sizlarning ishinglar ilgarilasin, haqiqatan mashtaq ustalar ko'payaversin. Bizni tanishtirib o'taveringlar. Bizning danqimiz butun yerga ketsinmi? Xudoyim ish qilib ruhimiz o'lmasin bizning Uyg'ur xalqining. Shu rahmat sizlarga. Hürmetli teletomoshabinlar, mushtaq Uyg'ur urf-odatlarini har xil taomlarini ko'rsataman degichilar bo'lsa, marhamat qadam studiyasiga murojaat qilsinlar bo'ladi. Ko'rishguncha omon bo'laylik, xayr, xush.